iltimos qo'lingizdan kelgunlaringcha ehsonda ayamaysizlar, yordam qilinglar. Mendan qaytmasa sizlarga Xudodan qaytsin. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Hozirgi vaqtda biz Zomin tumani Xo'ja Mishkent qishlog'ida Obid akamiz xonadonlaridamiz. Ayni vaqtda bu xonadonimizda Obid akamning singillari bemor Muqaddas opamizda yonlariga keldik. Men 2023-yildan baqi davolanib kelaman. Menga to'g'ri tashxis qo'yish olmaganligi sabab men shu holatgacha kelib qoldim. 2025-yil menga ikkita oyog'imda patologik sinish, belimda o'mirtqamda siljish o'ng tarafga qarab qiyshayib chiqargan. Birinchi operatsiyamizni o'tkazganmiz. Hozirgi kunga kelib ikkita operatsiyamizga ancha mablag' so'raganlar uchun bizda uncha mablag' yetarli emasligi sabab men xalqqa, yurtimga murojaat qilmoqdaman. Hozirgi vaqtda bu kishini anchadan beri kasallik toifasida shu holatida davolanib kelyapti. Ayrim sababga ko'ra o'zlarining mablag'i yetmagani uchun mana shu o'zimizning xalqqa murojaat qilyapti. O'shani barchalarimiz mana shu xalq bilan birgalikda opamizni hech qachon yolg'izlatib qo'ymaylik. Mana shu O'zbekistonda qancha yaxshi insonlar bor, yaxshi saxiy insonlar bor. Iloji boricha mana shu videoni yaxshi insonlarga tarqataylik. Alloh yo'lida bir ehson qilsalaringiz, o'zlaringiz bilasizlar, ajriga, savobiga ega bo'lasizlar. Hozir yana ko'rib chiqamiz qog'ozlarni. Oyog'imda patologik sinish. Patologik sinish, Ikkita chanoqda. ikkita chanoq. Belda o'mirtqada siljish. Onam yangam. Oilalarda shu onalari, yangalari mana shu opamga qaraydi, qarovchi sifatida. Bu kishilardan to'g'ri tushunish kerak. Bemorga qarashda o'zi bo'lmaydi, sharoit, har xil vaziyatlar bo'ladi. Iloji boricha mana shu holatdan chiqib ketish uchun bir yordam qilaylik. Sizlardan iltimos, qo'lingizdan kelgunlaringcha ehsonda ayamaysizlar, yordam qilinglar. Mendan qaytmasa sizlarga Xudodan qaytsin. Sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Musofirda yurgan aka-ukalarimizni ham Alloh o'z panohida asrasin. Sizlardan iltimos, befarq bo'lmanglar. Xolajon, bir duo qiling, shu qizimiz ham yaxshi bo'lib ketsin. Allah shifo berib yaxshi bo'lib, oyog'ini yurib ketsin.